Bir soatga 5 litr suv beradigan Xitoy Zborka suv filtrimizni klientga yuklash jarayoni. Akram aka boshchiligida. Xohlagan hajmdagi suv filtrlari mavjud. Katta, kichkina hammasidan bor. Buni yana ham yangiliklardan bittasi. Mana 5 mikronlik kolba prozrachniy. Ko'p kishi loy bo'lganda ichini bilmaydi, loy bo'lib qolganda membranaga o'tib ketib tiqiladi. Bunda bemalol ko'rib turasiz, mana prozrachniy. Bu mineralizatsiyasi. Zakaz bilan yig'iladi Xitoy Zborka.